Kuchuk billa xo'tkina, qancha qilma tarbiya, it bo'ladi, eshak bo'ladi, aslo bo'lmas odamiy. Ana azizlarim, navarachi o'z nevaralari bilan siz azizlar uchun 9-fevralga bir kontent ishladik. Bizlarni qo'llab-quvvatlab turinglar. Bizlarni obrazimiz sizlarga qanday yoqdimi? Sizlargacha kiyimlaring yoqdimi? Ha, o'shanda yuring. Har kuni shunaqa yurishni xohlaysanmi? Ha. Ana, sengachi qizim? Buvijon, men shu kiyimda maktabga borsam bo'ladimi? Hali bu kiyimda maktablarga ham olib boraman qizlarim. Bizlardan uzoqlashmanglar. Bizlarni kuzatib bolinglar. Bu bilan maqsadimiz mana shu davrga obrazga kirib, o'sha davrni bir obrazini siz azizlar uchun biz qo'ldan kelguncha tayyorladik va bizlarni qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Bizlarni podpishka qilib, like bosib qo'ying. Biz sizlar uchun yangi roliklar chiqarishga harakat qilamiz, ha qizlarim?